Agar ochga taom bersak, yalang'ochga kiyim bersak, mazlumga adolat qilsak, johilga ilm bersak, ojizga yordam bersak, bizga nima bor? Biz qanday yordam bergan bo'lsak, endi u yordam bizga Alloh tomonidan keladi. Menda katta pul bor dedi. 4 yashar bola. Necha pul bo'lishi mumkin u katta pul? 100 so'm, 1000 so'm. Endi menda katta pul bor deb turib, ministr aytdi. Davlatning ministri. U qancha bo'lishi mumkin? Ha, ana. Bizga Alloh tomonidan yordam keladi degan paytimizda yordamni qanaqaligini ham bir tasavvur qilib qo'yinglar. Tuzalmayotgan dardingizni Alloh shifosini berib qo'yadi. Yechilmayotgan muammoingizni Alloh taolo hal qilib qo'yadi. Siz kutmagan tomondan marhamatini ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun biz adolat qilsak, mazlumlarning haqqini undirib bersak zolimlardan, Alloh bizga ham yordam beradi. Allohning yordami qanaqa bo'lishini siz tasavvur ham qila olmaysiz.